Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayom Ramazon ayom kunlari. Mana tasodifan shu mahalladan o'tib ketayotgandim. Jo'pa Shaytepadan taniqli o'qituvchi Mahmudxon Eshon domlani, ya'ni ulamo Mahmudxon Eshon domlani o'g'illari Shitayda hovlida o'tirgan ekan. Sizlarni bir tanishtirib, hozir bir ziyorat qilib qo'yamiz. Mana Ahmadjon hoji aka hozir necha 98 kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Olingiz yaxshimi domla? Sog' bo'ling. Ramazonlar muborak bo'lsin sizga. Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Charchamasdan o'tiribsizmi? Sizmisizlar? Assalomu alaykum. Rahmat, salomatmisiz? Tuzingmisizlar? Yaxshimisiz domla? Tuzingmisiz? Ramazonlar muborak bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Tinchmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Mana hozir 98 ga kirdi. Ahmadjon domla 27-yilda. Shu yerga ömrüm bilan yashayapmiz-da. Tinch bo'ling, tinch. Mana hozir tasodifan mana shu ko'chadan o'tib ketayotib sizni ko'rib qoldim. Bir siz bilan ko'rishib qo'yay deb, bir suhbatlashib qo'yay deb. Rahmat. Hozir mana 98 ga kirdingiz, 27-yil ekansiz. Tinch bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlashaylik. Ulug' ayom kunlari muborak bo'lsin. Mehnatsiz salmoqli bo'lsin. Ko'pchi duosini oling. Rahmat. Yaxshi odamlarni oldi yoribsiz. Rahmat. Salomat bo'ling domla. Eson bo'ling. Ahmadjon domla Mahmudov uzoq yillar Lenin maktabida faoliyat ko'rsatgan, shahrimizdagi ko'p maktablarda. Domla bir duo qiling endi bizga, bir duo qilib qo'ying iltimos. Yaxshi niyatlarni, yaxshi nimalarga sizni Alloh ravo ko'rsin. Ko'pchilikni oldida hammasiga ma'qul tushadigan gaplaringiz uchun minnatdor bo'ling. Allohu akbar. Rahmat domla, rahmat, salomat bo'ling. Tinch bo'ling.